Bismillahirrohmanirrohim. Kofiya 31-dars mustasnoda davomiga kelgan. Va idza ta'azzara al-badalu 'ala al-lafzi fa 'ala al-mawdi'i mislu ma ja'ani min ahadin illa zaydun. Ma ja'ani min ahadin bu jar bo'lyapti min bilan, lekin illodan keyin min amal qilmaydi. Shuning uchun zaydun deb nima qilyapmiz? Ya'ni lafziga binoan badal qilish uzrli bo'ladigan bo'lsa, unda mavzuga, ya'ni mahalliga binoan, o'sha o'rniga binoan qilsa bo'ladi degan ma'no. Wala ahada fiha illa amrun. Wala ahada bu yerda mana nasb bo'lyapti, lekin amrun bu yerda raf bo'lyapti. Chunki lo illodan keyin nima qilmaydi, uni aytib o'tamiz. وما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به. mana shay'an bu yoqda nasb bo'lsa, bu yoqda shay'un raf bo'lib qolyapti. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni nimasiga, lafziga binoan asl badal qilib bo'lmayapti. Shunaqa iloji bo'lmayapti. Nima uchun desa, li'anna min la tuzadu ba'dal isbati. Mana bu ma ja'ani min ahadindagi min boru, bu illodan keyin nima qila olmaysan uni. Tushunarli bo'ldimi? Agar illo bilan moda olib tashlaydigan bo'lsang, ja'ani min zaydin bo'lib qoladi. Bu mumkin emas-ku, endi bunaqa bo'lsa ja'ani zaydun bo'ladi o'zi. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun buni minni illodan keyin musbat manfiy kalom musbat kalomga aylangandan keyin uni ziyoda qilib bo'lmaydi. Keyingisi وما ولا لا تقدران عاملتين بعده لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض النفي بإلا. ما bilan lachi ular o'sha illodan keyin omil bo'lib taqdirda bo'la olmaydi. Nimaga desa, chunki ular nafiyga amal qiladi. Nafiy qilishlik, manfiy qilishlikka amal qiladi. Ha, endi illo bilan o'sha nafiy yo'qolib qoldi. Shuning uchun ular amal qila olmaydi. Mana vala ahada fiha illa amrun desang, illodan keyin vala amru illa vala amra desang umuman bo'lmaydi. Illo bo'lgandan keyin nimani ketkizdi-da. Nafiyni sindirib musbatga aylantirib qo'ydi. Endi la musbatga kirmaydi-yu. Manfiyga kiradi-da. Tushunarli bo'ldimi? Endi vama zaydun shay'an illa shay'un la yu'ba'u bihi deyam, zayd hech narsa emas bo'lsa ham u bir e'tiborsiz bir narsa deganida. Endi bu yerda shay'anda ishlayapti. Endi illodan keyin o'sha musbatga aylanib qoldi-da, endi ishlamaydi. Vama shay'an deya olmaysan-ku, endi u ishlamaydi. Tushunarli bo'ldimi? Bu ma bilan lo illodan keyin amal qila olmaydi. Chunki bular kuchli nima emas-da. Kuchli omillar emas. Fe'l bo'lsa ekan, fe'l endi illodan keyin ham amal qilaveradi. Ular amal qilmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Illodan keyin bularning kuchi o'tmaydi, tili o'tmaydi u yog'iga. Xo'p, bi xilafi laysa zaydun shay'an illa shay'an. Li'annaha amilat lil fi'liyati. فلا أثر لنقض معنى النفي لبقاء الأمر العاملة هي لأجله. endi laysada unaqa emas. Laysa zaydun shay'an illa shay'an la yu'ba'u bihi desang bo'laveradi. Nimaga desa, chunki laysa bu fe'llikka amal qiladi. Bu bir fe'l. Tushunarli bo'ldimi? Endi bu yerda nafiy ma'nosini singanligi, ma illodan keyin sinyapti-yu. Bu ta'sir qilmaydi. Nimaga desa, libaqo il amri bitta ishni qolganligi uchun. U bitta ishchi, u laysa ashi ish tufayli amal qilardi. Tushunarli bo'ldi? Matga yozib qo'ydim. Al amru, ya'ni o'sha qolganligi uchun bitta ish desa, u nima ish desa, u fe'llik. Uning fe'l ekanligida, o'sha fe'l ekanligi uchun amal qilardi-da u laysa. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni uni fe'lligi turaverganligi uchun bunga zarar qilmaydi. Bemalol laysa zaydun shay'an illa shay'an la yu'ba'u bihi desang bo'laveradi. Illodan keyin ham laysa amal qilaveradi. Chunki u fe'l. Tushunarlimi? Fe'llikka amal qiladi. Tushunarlimi? Va min samma jaza laysa zaydun illa qo'iman vamtana'a ma zaydun illa qo'iman. Shuning uchun ham laysa zaydun illa qo'iman desang bo'laveradi. Chunki u fe'l.
lekin ma zaydun illa qoiman desang bo'lmaydi. Chunki ma illadan keyin amal qilmaydi, iloji yo'q. Ana laysa zaydun illa qoiman bo'laveradi. Tushunarlimi? Uni yashilda yozib qo'ydim, bo'laveradi deb. Xo'p, endi bular oldin chiqib ketibdi, kechirasan. Va mahfuzun ba'da g'ayri va siva va siva ami sava ami bilmadim shuni. Va ba'da hasha fil aksar. Endi g'ayridan keyin sivadan keyin bu savani misol ham topa olmadim bungachi. Shunaqa siva sava deb kelgan ekanda endi. Va shulardan keyin jar bo'ladi. Mana g'oyril mag'dubi muzofin ilayh bo'ladi-da. Mana qomal qavmu siva zaydin. Tushunarlimi? Qomal qavmu hasha zaydin. Zayddan boshqasidir deganda. Endi lekin hasha aksar holatda shunaqa jar bo'ladi, aksar holatda. Lekin hashani nasb bo'ladigan holati ham bor, uni fe'l sifatida. Masalan, darabal qavma amrun hasha zayda. Ya'ni qavmi amr urdi deyapti, endi zaydni xudoyim saqlab qoldi deganida. Endi hasha uni bir o'z panohida saqlab qoldi xudo degandek bir ma'noni beradi. Hasha shunaqa deb, hasha Alloh deb qo'yishadi shunaqa. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Endi va i'robu g'ayri fihi ka i'robil mustasna bi illa ala tafsili. Endi illodi i'robi, g'ayrini i'robi deganim, kechirasan. Fihi mashi istisnoda xuddi illo bilan mustasno qanaqa i'roblansa shunaqa i'roblanadi. Masalan, 5 ta joyda nasb bo'ladi dedik. To'g'rimi? Mustasnodi 5 ta joyda nasb bo'ladi dedik. Keyin bitta joyda nasb bo'ladi-yu, lekin badal bo'lgani yaxshiroq ixtiyor qilingan dedik. Yana bitta joyda omilga qarab i'roblanaveradi dedik. Foillikni talab qilsa raf bo'lib, maf'ullikni talab qilsa nasb bo'lib, majrurlikni talab qilsa jar bo'lib ketaveradi dedik. Ya'ni mana tafsiloti bilan illodi mustasnosi qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi. G'ayrini nimasi? Mana qara. Dakhalat talamizul fasla illa tilmizan dedik. Mana bitta nasb qildik. Xuddi shunaqa dakhalat talamizul fasla g'ayra tilmizin deb mana buni ham nasb qilasan. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni bitta o'quvchidan boshqa hamma o'quvchilar sinfga kirdi. Ikkovining ma'nosi bir. Maja anil qawmu illa zaydun desang ham bo'laverardi, zaydan desang ham bo'laverardi. Qavmuga badal qilib zaydun deysan, bu shu yaxshiroq, yoki buni endi o'sha istisno qilib zaydan deysan. Astasni zaydan deganida. Endi maja anil qawmu g'ayru zaydin deb buni ham rafa qilsang bo'laveradi yoki g'ayro zaydin deb buni ham nasb qilsang ham bo'laveradi. Chunki asli mustasno qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi dedik-ku. Mana maja ani illa zaydun, maja ani g'ayru zaydin. Tushunarlimi? Zaydun bo'ldi, g'ayru bo'ldi bu ham. Ma ra'aytu illa zaydan, ma ra'aytu g'ayra zaydin. Bu ham zaydan bo'ldi, bu ham g'ayro bo'ldi. Ma marartu illa bi zaydin, ma marartu bi g'ayri zaydin. Bi zaydin bo'lib jar bo'ldi, bu ham bi g'ayri bo'lib jar bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni qanaqa bo'lsa shunaqa bo'laveradi. Xo'p, endi va g'ayru sifatun humilat ala illa fil istisna'i kama humilat illa alayha fis sifati idza kanat tabi'atan li jam'in mankurin g'ayri mahsurin li ta'azzuril istisna'i. G'ayri o'zi sifat. Mana misol uchun aytaylik, falon ishdan boshqa desang, qaysi ish desam, falon ishdan boshqa ish deb aytasan-da, demak sifatda, endi g'ayri sifat o'zi aslini olganingda. Bu istisnolikda illoga hamil qilingan, qo'shib yuborilgan. Xuddi illo ham sifatlikda mana shu g'ayriga qo'shib yuborilgandek. Ya'ni demak illo ham sifat bo'lib keladi. Xuddi g'ayridaqa sifat bo'lib keladi. Qachon? Iza kanat tabi'atan, qachoniki u ergashib kelsa,
bir nakira jamga, son sanoqsiz bo'lgan, sanab bo'lmaydigan nakira jamga ergashib kelsa. Nima uchun? Istisno qilishlik uzrli bo'lganligi uchun. Tushunarli bo'ldimi? Mana misol uchun law kana fihima alihatun illallohu lafasadata. Agar yer va osmonlarda Allohdan boshqa ilohlar ham bo'lganda edi, yer yuzi buzilib ketar edi. Fos xarobasi chiqib ketar edi. Hamma Xudo o'zinikini qilaman deb hamma yo'q rasvo bo'lardi. Mana shu yerda agar illodi biz istisno deydigan bo'lsak, istisno qilib bo'lmaydi. Chunki agar mustasno minhu olihatun bo'ladigan bo'lsa, Alloh ham o'sha olihalarning bittasi bo'lib qoladi. Nauzubillah, bu mumkin emas. Mustasno minhu'ni bittasi bo'lishligi, unda olihana bittasi bo'lib degan ma'no chiqib qoladi. Shuning uchun buni istisno qilish mumkin emas. Bu sifat bo'lib ketadi. Ya'ni o'sha g'oyir bo'lib ketadi, g'oyrullohi. Ya'ni Allohdan boshqa ilohlar bo'lganda edi. Alloh bitta, undan boshqa iloh yo'q. Agar undan boshqa ilohlar ham bo'lganda edi, yer yuzi buzilib ketardi degan. Ya'ni law kana fihima alihatun g'oyrullohi lafasadat. Allohdan boshqa ilohlar ham bo'lganda edi, unda buzilib ketardi yer yuzi. Tushunarli bo'ldimi? Mislu law kana fihima alihatun illallohu lafasadata. Endi vada'ufa fi g'ayrihi, shundan boshqasida, ya'ni fi g'ayrihidan murod fi g'ayri jam'in mankurin g'ayri mahsurin degan. Ya'ni ham nakira ham g'ayri mahsur, son sanoqsiz bo'lgan jamdan boshqasida unda zaif bo'ldi deyapti-da. Unda endi sifat qilishlik, g'ayri ma'nosi berishlik unda juda zaif bo'ldi deyapti. Faqat shunda mumkin deb aytmoqchi bo'lyapti-da. Endi va i'robu siva va shu sava'ami nima bilmadim. An-nasbu ala zarfiyati ala al-asahi. Sivadiki ham o'sha savodiki ham zarflikka binoan bularni i'robi nasb bo'lar ekan, sahih qavlga nisbatan ko'ra. Xo'p, bunga misol yozuvdimmi? Yozibman. Mana misol uchun maja'ani siva zaydin deysan. Ya'ni Zayddan boshqa hech kim kelmadi meni oldimga deganing bo'ladi. Ya'ni bu sivodi nimasini, i'robini nasb deysan, zarflikka binoan nasb deb aytasan. Tushunarli bo'ldimi? Yetadi.